Xo'p, assalomu alaykum. Qadrli do'stlar, Farg'ona shahar Center Vayne Hospital bu tomoni Raksana 7 qavatli domning 5-qavatida 3 xonali uyimiz sotilyapti. Akalar, eshikdan kirasiz. Kirganda chap tomon, o'ng tomonda shunaqa akamiz guldon qilib qo'ygan. Endi bu yerga gul pul qo'yish imkoni bor. Bu yerga to'fli mo'fli tashab qo'yarasiz, zo'ra tayinlanib bor. Kirasiz, uyimiz 70 kvadrat metrli uy. Holati yaxshi, tevarak gipskarton qotirilgan. Uyimiz g'ishli, xudo xolasa yaxshi, laminat pol. Eshiklari yangisidan. Endi bu bitta xona, detskiy xona deyilyapti. Holati yaxshi. Laminat pol, divolovoy, sekin kiraveramiz. Holatlari yaxshi, qarang mana. O'g'lingiz bo'lsa, qizingiz bo'lsa, mana bemalol yashab, tinib, tinchib ketadigan vatan chiqamiz. Endi bunisi oshxona. Bu tomonga mana kuxonniy mebellar qo'yasiz. Maddiy qumga qo'yasiz. Dukontir bor. Sesuv gazlamon yo'q. Kelavering. Agar gaz bo'lsa ko'ramiz. Qani? Gaz nomeradin Vayne Hospitalda biz Raksanani oldi. Gazni qarang, vajan. Xo'p, endi bu tomon yotoqxona. Kattalar yotoqxonasi. Holati yaxshi. Bu yerga qandillar qo'yasiz, chinchiroq qo'yasiz. Balkoni bor, ertalab sigaret chekkani. Hop, hamda mayt sanuzel. Mana bir kishilik rakina bor, vanna bor, unitaz bor, holati yaxshi. Endi mat guluxo'y. Qarang, holati yaxshi. Laminat pol bo'lsa, maytga televizorni qo'yasiz, katta televizorni qo'yib turib, ha? Ugolayni qo'yasiz, oilaviy masjidda televizor ko'rasiz. Farg'ona shahar Vayne Hospital deyapti, Raksanani ro'parasida desa ham bo'ladi ham. 7 qavatli domning 5-qavatida 3 xonali 70 kvadrat metr uy sotilyapti. Narxida egalari 55 ming dedi, 55 qimmatda aka, sen bo'lmasam deb 54 qo'ying dedi. Savdosi imkoniyati bor dedi. Xo'p bo'ladi dedik, narx qo'yamiz. Biz kattaroq narx qo'yamiz. Tushib beradi uy egasi. Olib kelaman, o'zim qadrdonim, ukaxonim uyi ko'rib, gaplashib, zakalatni berib olasiz. Bizni qo'llab-quvvatlab tilaksizdan xizmat bizdan Abdushi. Mabodo sizlarda ham shunaqa uylaring bo'lsa, tez orada sotib yuboraman degan bo'lsangiz, telefon qilsangiz borib, arzon qilib sotib yuboramiz. Salomat bo'lasiz. Akalar, bugungi manzil Farg'ona shahari Vayne Hospital biz Muhayyo Raksana ro'parasida 5-qavatda uyimiz sotilyapti, 3 xonalik, 70 kvadrat metr. Akalar, bu uyda oylik to'lovi 500 ming so'm. Ko'tarilgani 800 ming so'm. Lekin uyda bahosi 54 ming AQSh dollar deyapti. Oz kami bor. Yo'qsa telefon qiling, baraka qo'ramiz. Eshikni chaqiraman, o'zingiz xohlagandek alo qilib tashlab sindirasiz. O'sha gap. Farg'ona shahar Raksana ro'parasida uyimiz sotilyapti. 54 ming dollar. Salomat bo'lasiz.